Assalamu alaykum ekran oldidagi hurmatli ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi tarafidan tasdiqlangan Tor televiziyasining Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajan. Mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, Amerikadagi iqtidorli siyosiy faoliyatchilarimizdan Rushan Abbas xanim riyosatchilik qilayotgan Uyg'ur harakati tashkiloti o'zining Amerikani markaz qilgan holda elib berayotgan siyosiy faoliyatlarini uzluksiz kuchaytirish orqali o'zining xalqaro ta'sirini kundan-kunga oshirib bormoqda. Sizlarni Uyg'ur harakati tashkilotining keyingi mazgillardagi faoliyatlaridan va Uyg'urlar masalasining Amerikadagi taraqqiyot yuzlanishidan tafsiliy xabardor qilish maqsadida bugungi Uyg'ur ovoz suhbat programmamizga hurmatli Rushan Abbas xonimni taklif qildik. Hurmatli Rushan Abbas xonim, alaydan vaqtingizni chiqarib bugungi programmamizga qatnashib berganligingiz uchun stansimizga vakolatdan sizga rahmat aytaman. Xush keldingiz. Rahmat ukam. Menga shu fursatni berganinglar uchun minnatdorman. Rahmat. Hurmatli Rushan Abbas xonim, sizning riyosatchiligingizdagi Uyg'ur harakati tashkilotining navbatdagi asosli xizmat nishoni nima? Oldi bilan bu vaqtda azroq to'xtalib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi ukam. Biz Uyg'ur harakati tashkilotini 2017-yilda qurganimizdan tortib, mana Dunya Uyghur Qurultiyi va barliq Sharqiy Turkiston tashkilotlari ve davadaki azimet serxillar bilen birlikte mürünü getirip Şarkı Türkistan'ın erkinliği, Uygur halkının hürlüğü ve ularını zulmetten kutulduruş için köreş kılışını hem de asaslık hizmet nişanımız dep belgilegen toq. Şunun yağı mana bu yolda faaliyetlerimizni muvaffaqiyatlik elib berishqa vatan millat degan o't yurak yoshlarimiz, aktivistlarimiz va tashkilotimizdagi fidoyilarimizning biz bilan birlikda tirishchanlik ko'z tishi bilan birga mening akam doktor Rushan Abbas bilan erim Abdulhakim Idrislarning davomli yenimizda bo'lishi, bizni qo'llab quvvatlashi tashkilotimizning texmi önümlük faaliyet berişlerimizde asaslık ve negizlik rol oynap kelatıdı. Mana Uyghur hareketi teşkilatımız 3 yıl burun kurulgan vaqtidan tortib ta hazırgacha shu navbatda Uyg'urlar ustidan yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyo jamoatchiligiga anglatish va qaror sohiblariga, ya'ni siyosiyonlar, davlatlardagi karar çıkırdıgan muhim erbaplarga ta'sir ko'rsatish, xalqaro o'lchamlik raporlarni hazırlash, undan keyin Xitoyning tashviqot propagandadagi hujumlarga, har turli ig'vo tuhmatlarga taqobil turish va qarshi turish degandek mushtaq harakatlarimizni elib berish. Undan keyin yana mustabid Xitoy hokimiyatining insoniyatga qarshi jinoyat olib berayotganligini isbotlab, ularni javobgarlikka tortish bilan aldirash bo'lyapmiz. To'xtamay Xitoy hukumati va boshqa har qanday bir taraflardan hujumlar, tuhmatlar bo'lyapti. Bu hujum tuhmatlarga bo'lsa, texnik tirishchanlik ko'rsatib, texmo jon fidokorlik bilan xizmat qilish bilan javob qaytaryapmiz. Chunki bundaq hujumlarning bo'lishi mayli tashkilotimizga, mayli hammamizga bizning to'g'ri yo'ldaligimizni qilayotgan ishlarimizninki Xitoyning janiga o'tayotganligi bizning tashkilotimizning Xitoy hukumatining ko'ziga mix bo'lib qadlayotganligini bildirdim. Endi 2017-yildan boshlab bu jazo lagerlar fojiasi bugungi kunda bir irqiy qatliam holatiga kelganligini biz shu 2 yildan beri buni biz takrorlab kelyapmiz. 2 yilning oldida so'zlagan so'zlarimizdan tortib bu genocide, ya'ni irqiy qirg'inchilik, irqiy qatliam deb kelgan. Ondan keyin jazo lagerlarining atrofiga selingan jasad ko'ydirish o'rinlari, ya'ni krematoriya deganlarni biz to'xtamay tekrar so'zlab kelgan 2 yilning yog'i. Mana hozir bu Amerika siyosiyonlarının ağzından tekrarlanmadıdı. Ondan keyin 500 ming Uyg'ur balalarınki Uyg'urlarning oilalaridan julib elinib Xitoylarninki oilalariga berilayotganligi va
state run orphanages deymiz, balalarni beqish hukumatninki ashunday o'rinlarga avatilib atganliklari to'g'risidami so'zlab kelgandik. Ayni vaqtida 2 yilning oldida biz bu gapni degan vaqtimizda ba'zi Uyg'ur aktivistlarimiz, hatto ba'zi tashkilotlarimizni bizni pek oshirib atdinglar, bu gap bunday bo'lmasligi kerak deganlar bo'lgan. Mana bugungi kunlikda bu normal 500 ming Uyg'ur bolalar bunda bo'lyotdi degan narsa hamma yerda normal takrorlanyapti. Ham shundaqla ayollarimizning tug'mas qilib etilganligi, yoshlarimizninki ishki o'lkalarga qul emgakchi qilib majburiy emgakka silinishi, andan keyin Uyg'ur qizlarining zo'rlik bilan Xitoylarga to'ylashga majburlanayotganliklarini biz 2 yilning yog'i to'xtamay takrorlab kelgandik. Mana bugun bu to'g'risida reportlar chiqyapti, dokladlar ta'minlanyapti, ham hamma yerlarda bu ig'izga ilinyapti. Demakki biz har qanday vaqtida biz bir Uyg'ur harakati tashkiloti bo'lish sifatimiz bilan ham bir Uyg'ur faoliyatchisi bo'lish sifatimiz bilan biz siyosatga qarab yoki iqlimga qarab gap qilish emas, biz o'zimizning davosimizni haqiqiy ahvolida buni deyishimiz lozim. Andan keyin biz endi mustabid Xitoy hokimiyatining vatanimizdagi abadiy aminlik shuari ostida biz Uyg'urlarni talto'kis yo'qotish uchun Bingtuanni ishlatib kelganligini, ya'ni 70 yildan beri Bingtuan orqali o'sha irqiy qirg'inchilikni asta elib berayotganligini so'zlab keldik. Mana bugungi kunda Amerika hukumati Bingtuanni jazoladi. Endi mushundaq endi asos qatlam qiladigan ishlarni shu asos qatlam xizmatlariga o'zimizningki vision nishonimiz deb qilyapmiz. Undan keyin yana nurg'unlagan axborotlar bilan yordamlashib shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida, Uyg'urlarning bugungi uchrayotgan fojialari haqida televizor, gazet, jurnal va har turli xabarlarning chiqishiga yordamlashib kelyapmiz. Qanchalagan tillarda yolg'iz inglizchada emas, inglizchada, xitoychada, arabchada, turkchada degandek. Hani muxbirlar bilan davomli aloqalashib, lager guvohchilari va shunga munosabatli kishilar bilan arada ko'riklik rolini o'ynab, ularni lager guvohchilari va bunga munosabatli bo'lgan scholarlar, tadqiqotchilar va boshqalarning uchur elishi va muxbirlarningki shularni ziyorat qilishlari degandek bu turdagi xizmatlarni ishildik. Hammamiz bilishimiz lozimki, Uyg'urlar to'g'risida bir xabarning chiqishi, masalan, kichikgina bir yozilgan, 5 minutda o'qib bo'ladigan bir xabarning chiqishi uchun uningga qanchalagan odamlarning ko'zga ko'rinmagan xizmatlarning buningga singadiganligini jiq kishilar faraz qilolmaydi deb o'ylayman. Shunday Uyg'ur harakati tashkilotimiz medianing Uyg'ur fojiasi haqida nurg'ulg'an xabarlarni chiqishiga yordamda bo'lib qolmasdan bugungi kunda inkos elish adresiga aylandi. Ya'ni bir voqea bo'lsa, darhol biz bilan aloqalashib, mandaq ish to'g'risida sizlar bunga o'zinglarning inkosinglarni bergan bo'lsanglar deydigan yerga keldi. Undan keyin hatto siyosiy yo'llarni Uyg'urlar to'g'risida bir yerda so'zlamoqchi bo'lsa, bir qonun loyihasiga o'zi shu to'g'risida bir fikr bermoqchi bo'lsa, biz bilan aloqalashib, nima deyish lozimligi, qanday qilib o'ziningki shu xatda yoki shu so'zda yoki shu qilmoqchi bo'lgan ishida nimani asos qilib turishi lozimligi degandek tafsilotini bizdan so'raydi. Endi shu holatga shu bizning tinmasdan qilgan faoliyatlarimiz, harakatlarimiz sababchi bo'ldi. Undan keyin yana Uyg'ur harakati tashkiloti biz har kuni degidek media axborotlar vositalarida Uyg'ur davosini kun tartibda tutib turishga tirishdik. Buning uchun to'xtamasdan social medialarda so'zladik, xabar chiqardik, press release deymiz, axborot e'lon qilish ularni qilib kelyapmiz. Endi mana bugungi kunda
Amerika Qo'shma Shtatlari ninki shu davlat, Oqsaroy, Kongress doiralari ichida hamda bizniki bir yaxshi bir munosabatimiz o'rnatildi va lobbichilik xizmatlarini obdan qilib kelyapmiz. Endi Uyg'ur davosini anglitishda nurg'unlagan davlatlarda ziyoratda bo'ldik. Bu jarayonda ko'rdikki, haqiqatan Amerikaningki siyosati hamma davlatlarga nihoyatda yaqindan ta'sir ko'rsatgan. Shuning uchun shu davlat arboblariga, parlament a'zolariga, tadqiqot markazlariga, anandan universitetlarga, diniy zotlarga Uyg'ur masalasini anglatib va Amerikada elib berilayotgan xizmatlarni ularga tunishtirish orqali ularning o'z davlatida Amerikada bo'layotgandek siyosiy, rasmiy Uyg'ur masalasi kun tartibga kelishi, Xitoy masalasi o'tirg'i chiqqanda har qanday bir siyosiyonning Uyg'ur masalasini tang elib menishi to'g'risida shu tirishchiliklarni ko'rsatib keldik, ham ularningki davomli qo'llashini talab qilib keldik. Endi Amerikada Uyg'ur qonunininki chiqishida Uyg'ur harakati tashkilotining mishadagi boshqa tashkilotlar va boshqa da'vogarlar bilan o'xshash nihoyatda zo'r roli bo'ldi. Buningdan cho'ng rol o'ynadi. Andan keyin Uyg'ur harakati Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan shu irqiy qirg'inchiligi haqida bu yil 7-oyda besib olingan Zimin Sharqiy Turkistonda Xitoyninki irqiy qirg'inchiligi degan nomda bir report chiqardi va buni butun dunyo jamoatchiligiga yo'llab shu dalil isbotlari bilan buni taqdim qildik. Bu reportimizda talab qilgan masalalarning ichida birsiga buni cho'qim hozirgi vatanda bo'layotgan zulmni irqiy qirg'inchilik deb bekitishimiz lozim degan talab qilingan bo'lsa, yana bir nuqtasi Sharqiy Turkistonni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa parlamenti, Amerika hukumati bo'lsin, butun shu davlatlar Sharqiy Turkistonni besib olingan zamin deb qabul qilish kerak degan talabni qo'ydik. Andan keyin Uyg'ur yoshlariningki ichkiri o'lkalarga akitishga boshlagandan tortib shu majburiy emgak masalasini so'zlab kelyapmiz. Bu haqda to'xtamasdan maqola yozib, so'zlab matbuotlarda necha tillarda e'lon qilyapmiz. Andan keyin hozirgi navbatda Amerikada o'tgan oyda Amerika Kongressda ovozga selinib, nihoyatda yuqori ovoz bilan o'tgan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunidami biz Uyg'ur harakati 3-oyning 11-kuni shu qonun tanishtirilgan kunida biz Amerika parlamentida guvohlik berdik. Andan keyin yana o'tgan oyda shu qonun ovozga selinishining oldida yana Senat Amerika parlamentining ichidagi kengash palataning ichida yana biz Uyg'ur harakatidan guvohlik berdik. Shunga bu qonunning bu qonun loyihasining qonun chiqishi uchun yana butun kuchimiz bilan tirishchilik ko'rsatyapmiz. Shu endi bugun Uyg'ur davosi siz boya so'zlab o'tganingizga o'xshash Amerikada asosli bir holda davaninki oldida mengayotgan tashkilotlarninki birisi bu o'ringa kelish uchun biz shu butun tashkilotlar, butun shu faoliyat qilayotgan Amerikadagi da'vogarlar hammamiz birlikda kuch chiqarib kelyapmiz. Yuqorida bergan ma'lumotlaringiz uchun ko'pdan ko'p rahmat, hurmatli Rushan Abbas xanim. Keyingi yillardan buyon Uyg'urlar masalasida Amerikada butun Sharq Turkiston xalqini mamnun qiladigan g'oyat zo'r ilgirlashlar yuz berdi. Siz Sharq Turkiston masalasining Amerikadagi taraqqiyot yuzinishiga shaxsan qanday baho berasiz? Amerikaning Uyg'ur siyosati boshqa g'arb demokratik ellarga qanday ta'sirlarni ko'rsatyotdi? Mushu haqida qisqacha bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Rahmat ukam, to'g'ri deysiz. Endi bugun haqiqatanmi Uyg'ur davosi Amerikadagi asosli Amerikada hamda Uyg'ur davosi asosli holda elib yengilyapti. Hammamiz buni ko'ryapmiz. Amerikadagi siyosiy yo'llar, senatorlar, kongressmenlar bo'lsin, millat vakillari Xitoyga qarshi
Hər qandaq bir məsələni o'tirg'a chiqmoqchi bo'lsa, Xitoyga qarshi bir siyosat turg'izmoqchi bo'lsa, har vaqt Uyg'ur masalasini o'tirg'a ilib chiqish. Uyg'urlar uchun so'zlash bilan o'zlarining Xitoyga bo'lgan siyosatini belgilayotdi demoqchi aytganda. Endi buni men Amerikada yashayotganimga 31 yil bo'ldi. 89-yili 21 yosh vaqtimda Amerikaga kelgan. Bugun Amerikada Uyg'ur masalasi bu qadar bir aniq shundaq har yerda Amerika siyosiy yo'llarining davomli o'tirg'a qo'ydigan bir masalaga aylangan bu xil holatga kelgan bo'lsa, buningki endi asosli sababi Amerikada Sharqiy Turkiston davosining mana shu holatga kelishi uchun vatanimiz Sharqiy Turkistonda shu xalqimizningki qirilayotganligi, milyonlagan Uyg'urlarning turmalarda, jazo lagerlarida xorlanishlari va yana milyonlagan Uyg'urlarning qul ishchi qilinib, erkinligi bo'lmagan holda ichkari o'lkalarga olib setilishlari va shuningdek Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlarining Amerikadagi Uyg'urlarning safarbarligi to'xtamasdan bu davoni qilishi va Amerikada dava sohasida yetishgan bir kadroning barliq kelganligi ham shuningdek bugungi Amerikaning siyosiy muhiti Xitoyningki insoniyatning dushmani ekanligini Amerika hukumatining to'nib yetishi va shundaqla Dunya Uyghur Qurultiyi va barliq Sharqiy Turkiston tashkilotlarining fikrda, so'zda, harakatda elib borgan amaliy ish birligining natijasi deb qaraymiz. Biz endi Uyg'ur harakati tashkiloti davomli shu milliy manfaatni birinchi o'ringa qo'yib turib, davomli milliy manfaatni birinchi chiqish nuqtamiz qilib turib xizmat qilyapmiz. Buningda endi bizning birdan-bir dushmanimiz elishadiganimiz shu Uyg'ur, Qozoq qatorliq musulmon xalqini qirayotgan, irqiy qirg'inchilik olib berayotgan mustabid Xitoy hokimiyati. Endi mushundaq bir tonish bilan qarg'an vaqtimizda, mushundaq bir kayfiyat bilan ish qilgan vaqtimizda biz davoni birinchi o'ringa qo'yib, Amerikadagi shu hozirgi Uyg'ur davosining kelgan holatini saqlab qilib qolmay, yana bir qadam oldiga olgan holda texmo bizningki vatanimiz Sharqiy Turkistonning milliy manfaati, ashadagi izlayotgan xalqimizningki hurligi uchun xizmat qildira olamiz. Texcha Amerikada hamma xalq, ya'ni Amerikaliklarning hammasi Uyg'urlar masalasini bilib yetgani yo'q. Biz o'tgan hafta bir qancha bir muhim organlar bilan ko'rishib, Tashqi ishlar ministerligining shu Uyg'urlar ishni qilayotgan bir qancha odamlar bilan paranglashgandik. Shu yerdagi bir sinqan gibi mana shunday ta'sir qildi. Deydiki, 90% Amerika xalqi, yerlik xalq dedi. Texi Uyg'urlarni bilmaydi, Uyg'urlar yuzlanayotgan ishlarni uqmaydi deb o'tib ketdi gibida. Shunga biz endi o'sha Amerikadagi Uyg'urlarning hech sal qaramagan holda hardim taldim demay takrar Uyg'ur masalasini Amerikadagi ommaviy xalqqa asos qatlam, diniy, ijtimoiy, iqtisod, ma'rif, fan, madaniyat, tashviqot sohalaridagi qaror sohiblariga anlatib, ularning hissdoshligini va amaliy qo'llashini qo'lga keltirishimiz intayin muhim deb qaraymiz. Shunga Uyg'ur harakati bu tarafga nihoyatda nuqtali holda ko'ngil bo'lib, bu tarafdagi xizmatlarimizni intayin kuchlantiryapmiz. Anandan yana bir endi Uyg'ur harakatiningki hozir qilayotgan ishlariningki birisi endi hozir da'vo kasbiylikni talab qilyapti. Biz Uyg'ur harakati tashkiloti kasbiy xodimlarimizni ko'paytirish orqali Uyg'ur da'vosiga amaliy xizmat qiladigan da'vogarlarni yetishtirish va ularning mahorat, talantlarini kashf qilib, da'vo sifida davomlashga kafolatlik qilish bizning bu muhim
misyonlarımızdaki biri. Andan keyin yana biz Uyg'urlarga egi chiqqan her sahadagi Uyg'ur davosining ichida Uyg'urlar uchun ish qilayotgan Uyg'urlarni biz Uyg'ur harakatininki bilim kuch tor sohbiti YouTube kanalimiz orqali ommaviy jamoatga taqdim qilyapmiz, ularni tanishtiryapmiz. Biz bu bilim kuch tor bu bilim kuch YouTube kanalimiz bilan da'vogarlarimizning kimligi, ularning hayot tajribalari va ularning arzu istaklarini va Uyg'ur xalqidan kutadigan arzu armonlarini o'z og'izlari bilan xalqqa taqdim qilish fursatini beryapmiz. Endi bayman bir qurut deb o'tganimga o'xshash biz 2 yilning yog'i bo'libmi keyingi 1 yil biz Uyg'ur harakatida rasmiy kasbiy holda Uyg'ur davosini qilayotganimizdan beri mayli Yevropa, Yaponiya, Kanada, Avstraliya, Turkiya qatorliq nurg'un davlatlarda biz xizmatlarda bo'ldik. Mushu bizningki 1 yilning yog'i bo'lgan safarlarimiz jarayonida har qaysi davlatlarning davlat arboblari, siyosiyonlar bilan ko'rishish, paranlash jarayonida shuni his qildikki, Amerika bilan o'xshash qimmat qarashidagi demokrasiyani, inson haqlarini shu Amerikadagi insonlarning manfaatini birinchi o'ringa qo'ydigan mushu qimmat qarshiga ega bo'lgan Amerika bilan ittifoqdosh davlatlarning hammasi degidek Amerikaningki siyosatiga qaraydi ekan. Amerikaning Xitoyga qarshi qattiq siyosat bekitib, shunaqa turli qonunlarni o'tirg'a chiqishi va amaliy harakatga o'tishi, ya'ni Xitoy mustabidlariga jazo e'lon qilishi, Bingtuanga o'xshash shundaq bizningki Sharqiy Turkiston xalqining qinini ichib kelayotgan muassasalarga jazo e'lon qilishlari boshqa davlatlarning endi harakatga o'tishiga turtki bo'ldi deb o'ylayman. Chunki hozir ko'rganimizga o'xshash o'tgan qitimda Xitoyga qarshi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyga qarshi ovoz bergan 22 davlat bo'lib, keyin 2 qo'shib 24 bo'lgan bo'lsa, bu yil 39 ga chiqdi. Ya'ni bir hassa bo'lay degandek yerga keldi. Mana mushular hammasi Amerikaningki Xitoyga qarshi amaliy harakatga o'tishi va qattiq siyosatininki natijasi deb o'ylayman. Rahmat. Hurmatli Rushan Abbas xanim, Xitoyning Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan qilmishlarini xalqaro jamoatchilikka irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qildirish uchun muhojiratdagi Uyg'ur tashkilotlari, siyosiy faoliyatchilar va avom xalqimizdan nimalarni qilishini talab qilasiz, xalqimizdan nimalarni kutasiz, nimalarni qilishi kerak, mushu vaqtida biroz so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat ukam, bu aytib muhim bir nuqtani o'tirg'a qo'ydingiz bu yerda. Amerika hamma davlatlarga o'xshash bu Amerikadami va boshqa hamma davlatlarda hukumat, parlament a'zolari, siyosiyonlar bular davomli almashib turadi. Shuning uchun hukumatning bir qitimliq bir turkumdagi siyosiyonlarningki qilgan ahvoliga qarab biz nishonimizga yetdik deb qarasak bo'lmaydi. Xuddi biz shu Amerikadagi Uyg'urlarning navbatda saylanning oldida hammamizning zimmamizdagi vazifamiz nihoyatda ig'ir bo'lganga o'xshash, butun dunyodagi muhojiratdagi Uyg'ur xalqimizning zimmasidagi vazifa intayin ig'ir. Chunki biz yolg'iz siyosiyonlarning, liderlarning Xitoydan oladigan manfaatlari, Xitoyningki har turli o'yinlari bilan o'zlariningki shu davlatning milliy manfaatini, iqtisodni birinchi o'ringa qo'yib, nurg'un o'rinlarda ochiq so'z qilmaslik, ochiq Xitoyga qarshi turmaslik, Uyg'urlarni ochiq qo'llamaslik degandek bir turkum siyosatlarga yuzlangandan sir Xitoy hukumati milyonlardan eshib milliardlarcha dollarlarni
yolg'on xabar e'lon qilishga, o'zlarininki Uyg'urlar to'g'risidagi yolg'on uchurlari, fitna fasadlari bilan butun dunyo miqyosidagi mayli hukumatlar bo'lsin, mayli siyosiyonlar bo'lsin, hammasini aldashga tirishyotdi. Endi bunday sharoitda ailemizga ega chiqishimiz, ailemizninki shu bo'lib tutilib ketgan ailemizdagilarga ega chiqishimiz, shu tutilib ketgan ota-onalarimizning, urug' tuqqanlarimizning, aka-hadlarimizning ovozi bo'lishimiz, shularning rasmlarini ko'tarib chiqib, mana men isbot. Xitoy yolg'on gap qilayotgan bo'lsa, mening oilamdagi mening ota-onam qani, akam qani, haddam qani, inim qani, singlim qani deb o'tirib chiqishimiz lozim. Tashkilotlar nihoyatda yaxshi xizmat qilyotdi, ammo tashkilotlarmi butun Dunya Uyghur Qurultiyi boshliq, Dunya Uyghur Qurultiyininki birlikda xizmat qilayotgan 70 dan ortiq tashkilotlar birligi bor hozir. Butun tashkilotlarninki yuzlanayotgani isbot achiq, isbotning qani degan vaqtida biz yanala bir necha yuz odamni aran ko'rsatib beralayapmiz. Agar 3 milliondan ortiq Uyg'ur hozir jazo lagerlarida tutib olingan bo'lsa, agar muhojiratda 100 mingdan ortiq Uyg'ur yashayotdi desak, masalan Amerikada 10 mingdan ortiq Uyg'ur bor. Kanadada shundoq 8-10 ming Uyg'ur bor deb o'ylayman. Avstraliyada shu oz deganda 5-6 ming Uyg'ur bor. Yevropada shundoq nurg'unlagan Uyg'urlar bor, Turkiyada texmi ko'p. Qani shu jazo lagerlarida yetayotgan 3 milliondan ortiq shu begunoh xalqimizning urug' tuqqanlari. Nimishki shular chiqib shularning ovozi bo'lolmaydi. Bu tarafda men bir oz ichim pushidi, chunki ayrim shaxsiy qaranglashib qarab baqsaq, hamma Uyg'urninki o'z oilasidan bir tuqqanidan bo'lmasimi, mayli navra akasi, navra hadisi, tog'asi hammasi bo'lib, hamma Uyg'urninki oilasidan tutilib ketganlar bor, yo'qolib ketganlar bor. Ammo yana mani chiqsam, ani jazolab qolamdiki, yo mani so'zlasam ota-onamga, yo yana boshqa shu lagerga kirmaganlarga xavf xatar kelib qolamiki deb sukutni tanlayotganlar bor. Helimi mana bugun kelgan yo'limiz shu. Sukut qilmay, qarshilik qilmay kelgan o'rnimiz shu. 3 yilning oldida 2017-yili shu Xitoy jazo lagerlarini selib 1 milliondan ortiq Uyg'urni tutgan vaqtida qarab baqqan bo'lsak, da'vo qilayotgan tashkilotlarimiz endi bo'lgan siyosiy mundaqcha aytganda siyosat bilan shug'ullanayotgan deb ataydi-ku, bu siyosat bilan shug'ullanish emas, haqqa ega chiqayotgan. Haqqoniyatga ega chiqib, vatanim Sharqiy Turkistonning manfaati deyotgan. Shu vatandagi menga o'xshash erkin dunyoda yashash fursati bo'lmagan, shu Xitoyning zulmida erkin dunyoda yashayotgan Uyg'urlarimiz bizni qutuldirdi deb umid kutayotgan shu bechora xalqimizning ovozi bo'lma degan Uyg'urlar ozdi. Faqat saniyalay har bir davlatda. Ma davlat falan-palani bor, a davlat falan-palani bor deb. Hanim bo'lsa bugun bu biz u yerdan o'tib nurg'unlagan da'vogarlarimiz oilasining da'vosini qilib bo'lsin, tashkilotlarning yendi bo'lsin, vatan millatim uchun deb bo'lsin, milliy manfaat uchun o'tirg'a chiqyapti. Ammo yana yetarlik emas, Shuning uchun meningki mushu fursatdan foydalanib bizni anglayotgan qarindoshlarimizga tavsiyalarim bu bir muqaddas da'vo, bu bir ibodat. Buni birisi-birisiga qilib qo'ydigan yoki qilyotdi, shuning uchun men kaynida turib tursam bo'ladi deydigan ish emas. Bu hammamizning majburiyati. Men Uyg'ur degan qinida Uyg'urning qini eqiyotgan, yuragida Uyg'urning hujayrasi bo'lgan har qanday bir insonning bu mas'uliyati, majburiyati. Buni hammamiz qilishimiz lozim.
bu yo'lda bütün bizga o'xshash vatanim Sharqiy Turkiston deyotgan, shu yo'lda qo'lidan kelgan ishni qilay deyotgan hamma Uyg'urlar, da'vogarlar, tashkilotlar hammamiz birlashib, mushu birligimizdan kuch-qudrat elib, vatanimiz Sharqiy Turkistonning hurligiga qarab minishimiz lozim. Chunki Xitoy tarixdan buyon qilib kelgan, inglizchada divide and conquer deymiz, bo'lib turib boshqarish, bir-biriga sap qo'yib turib boshqarish, bir-biriga qarshilashtirib qo'yib, A guruhga, M guruhga, A taraf, M taraf qilib qo'yib, buning beshiga chiqib o'tirib, qilini ichish degan bu taktikalarni bizga vatanning ichida ishlatib kelgan, vatanning sirtida ishlatyotdi. Shunga meningki har biringlarga tavsiyarim, bu yerda men hech kimga dars o'tmoqchi emasman, ammo mening o'zimning yuragimdan chiqqan so'zim, bu yo'lda hammamiz bir-birimizni qo'llayli, birlikda kurash qilayli, chunki bizga kelgan bu bizning oxirgi fursatimiz. Agar bu fursatni biz qo'ldan berib qo'ysak, bizning millatimiz faqat tarix kitoblarida shunday planiyada Uyg'ur degan bir millat o'tib degan yerda qolamiz. Shunga endi mayli medialarda lobbychilik qilishdi bo'lsin, musulmon o'limalarga, musulmon davlatlarga anglitishdi bo'lsin, mayli xristiyan yoki shu cho'ng qirg'inchilik uchragan yahudilar bo'lsin, yana boshqa har qanday yerda, masalan biz to'xtamay qilib kelayotganimizga o'xshash universitetlar, har xil aql qurilishlari, har turli tashkilotlar, har qanday bir yerda Uyg'urning gapini qila oladigan fursat bo'lsa, buni shu fursatni o'zimiz yaratib qilishimiz lozim. Chunki biz anglatmasak, biz o'tirg'i chiqib, biz talab qilmasak, hech kim bizga akilib, uni oltin taxsi bilan bizga erkinlikni, bizning da'voyimizni bizga tutqizib qo'ymaydi. Bizningki hurligimiz, vatanimizning erkinligi bizning tirishchanligimizga bog'liq. Shuning uchun da'voning cho'ng kichigi yo'q, muhim emasi yo'q. Bu da'vo yo'lda olgan har bir qadam bizning qilishga tegishli bo'lgan qadamlarimiz. Biz sababini har tarafdan qilib beramiz, natijasi Janobi Allohdan. Shuni to'xtamay sabab qiladi ekanmiz. Inshaalloh boshqa millatlar yashayotgan shu hurlik pat arada bizga nasib bo'lg'ay. Rahmat hurmatli Rushan Abbas xanim, yuqorida xalqimiz qilsa qila oladigan, qo'lidan keladigan, noyta ammo muhim bo'lgan ba'zi bir nuqtalarni, umidlaringizni o'ttirg'a qo'yib o'tgan bo'ldingiz. Ya'ni bizning rahbarlarimiz, tashkilotlarimiz xalqaro siyosat yurgizayotgan, xalqaro da'vo elib berayotgan shunday yuqori maydonlardami yanada tövandagi avom xalqimizning dalil isbotlariga bizning ta'minlashini, shularning ko'plab guvohlik berishlarining biz uchun, rahbarlarimiz uchun, tashkilotlarimiz uchun noyta muhim o'rinda turayotganligini ta'kidlab o'tgan bo'ldingiz. Men bu yerda sizning chaqiriqingizni, kuch qo'shish chaqiriqingizni quvvatlash maqsadida qarindoshlarimizdan, xalqimizdan guvohlik berishga chaqiriq qilaman. Yani navod bu guvohlikning foydasi bo'lmagan taqdirdami? Men o'ylab qoldimki, shu necha yillar, hatto ming yillar ilgari shu qoldirib ketgan, ya'ni shu belgi qolganlarning shu toshlarga o'yib Xitoyga aldanmaslik, chiroyli so'zlariga qo'llanib ketmaslik, qizlarga, yepaklarga ishonmaslik to'g'risidagi shu eslatmalarni hozir biz Xitoyni tushunmayotgan, Xitoyning abdi basharasini bilinmayotgan qarindoshlarimizga, Turkiy xalqlarga isbot shaklda dalil sifatida ko'rsatib, tushuntirishga tirishib kelyapmiz. Biz hozirgi 21-yüzyılda bu ekran orqali, kamera orqali tirik bir dalil isbot sifatida hozirgi Xitoy xalqining bizdek Uyg'ur mazlumlarga qanchalik darajada bir zulmlarni, irqiy qirg'inchiliklarni, yo'qotish siyosatlarini yurgizayotganligini dalil isbotida qo'yib ketsak, bundan keyingi bizning xalqimizga, bundan keyingi insoniyatga Xitoyning naqadar nejis bir maxluq ekanligini tushuntirishda nihoyatda muhim turkilik rol o'ynaydi ekan deb o'ylab qoldim. Hurmatli Rushan Abbas xonim, yuqorida bergan qimmatli ma'lumotlaringiz, shundaqla alohida vaqt ajratib bugungi bu Uyg'ur ovoz suhbat programmamizga qatnashganligingiz uchun yana bir qatim sizga rahmat aytaman. Rahmat sizga. Rahmat.
Hürmetli görürmenler, Dunya Uyghur Qurultiyi tərəfindən təsdiqlanğan Tor televiziyasının Uyghur Ovozi söhbət proqramısı muşu yerdə axırlaşdı. Keyin qitimliq proqramımızda görüşkiçə aman bolğaysizlar, xeyir xoş.